Xalqimizda har ko'rganingni Xizr bil degan gap bor. Biz o'zgani qalbini og'ritsak-yu, u esa indamay ketsa. Insonlar orasida qo'lini ko'tarib ulgurmasidan duosi ijobat bo'ladiganlari ham bor. Nahot unutdik. Atrofimizda shunday qo'pollar borki, ularni og'zidan chiqayotgan so'zlardan hayratga tushasan kishi. Ular uchun birovni dilini vayron qilish sevinchga chaqqanday bir gapda. Ulardagi bu qo'pollik, qahr, g'azab qayerdan? Nimaga qalbida atrofdagilarga nisbatan buncha isyon deb o'yga tolasan kishi? Qalb qotganligidan darakmikin bu? Ha, qalbi qattiq inson birovni dilini og'ritishdan qanday andisha qilsin? Nima bo'lganda ham inson o'zini jahlini qo'lga ola olmasligi uni zaifligidan dalolat beradi. Odam o'z ichki olamini tashqariga chiqarmasligi bu uning aql idroki, ichki kuchidan darakdir. Zahrini atrofdagi begunohlarga sochgan emas, balki o'zini idora etgan inson dono. Bir ayol doimo qo'llari duoda, tili zikrda ekan. Yaratgandan birgina iltimos bilan ibodatlarida doim duo qilar ekan: "Ya Robbim, qalbimga xotirjamlik ber, halovat egasi qil meni" deb. Lekin o'zi esa har kuni rostini aytdim-ku deb kimnidir qalbini achchiq gapi bilan og'ritib qo'yayotgani sezmas ekan. Yana kimnidir men haqliman deb kechirmas ekan. Doim nimaga unda bor, menda yo'q deb o'zgalarning hayoti bilan o'zini solishtirib nolishni qo'ymas ekan. Xullas, bir so'z bilan aytganda kimnidir qoralar, kimnidir kamsitar, kimnidir kechirmas ekan. Bir kuni u olim bir kishini huzuriga borib so'rabdi: "Taqsir, nega duolarim qabul bo'lmayapti? Qalbimda sakinat yo'q" deb savol beribdi. Olim sokin ovozda javob beribdi: "Sen xotirjamlikni Allohdan so'rayapsan-u, lekin o'zing uni o'zingdan yiroqlashtiryapsan. So'zlaring bilan qalb sindirasan, g'iybat bilan barakangni o'chirasan, kechirmaslik bilan yuraklarni zanjirlaysan. Qalb xotirjamligi axloq bilan, amal bilandir. Endi o'zing bir tafakkur qilib, javobni o'zingdan qidir" deb javob berdi. Ayol uyiga qaytib birinchi marta duo qilibdi: "Ya Robbim, nafaqat xotirjamlik ber, balki uni saqlab qola oladigan qalb ber. Tafakkurimga kuch ber, idrok ber" deb. Ota-ona davrida farzandlar bir-biriga har narsani ilinib turadi. Hatto bir necha kun bir-birlarini ko'rmay qolishsa, ichkib kasal bo'lib qolgan holatlar ham uchraydi. Ulg'aygach esa turli nizolar. Jigardan birovga shikoyat qilib bo'lmasa, ularni majburlab o'zingizga muhabbat, mehr so'rab ola olmasangiz, yetti yot begonalar sizga muruvvatli bo'lsa-yu, jigarlaringiz befarq bo'lsalar, bundan og'riqroq narsa yo'q. Har bir ona farzandlariga umr tilash bilan birgalikda ularni bir-birlariga oqibatli bo'lishlarini ham Yaratgandan astoydil so'raydi. Har birimizda onamizning parchasi bor. Shuning uchun bo'lsa kerak, biz jigarlarimizni sog'inganimizda ularni vujudidagi onamiz bizni chorlasa kerak-da. Eslang, rostdan ham har safar og'aynimizga yaqinlashganimizda ota-onamizni his qilamiz. Jismi jonimizda nimadir eriydi, yuragimiz yumshaganday bo'ladi. Demak, biz opa-ukalarimiz emas, ular vujudidagi onamizni topamiz. Tug'ishganlarimizni emas, ular jismidagi onamiz rizoligini olamiz. Tashrifimizdan jigarimiz jismidagi onamiz ruhi shodlanib bizni quchsa kerakki, biz ajabtovur yayrab, yengillab ketsak kerak. Jigar bag'rlardan yiroqlashmang. Bu satrlar muallifi rahmatli adibamiz Tursunoy Sodiqova. Erkakni savoblaridan biri ayoliga gapirgan har bir mehrli so'zlarida. Shunchaki o'z juftiga samimiy mehring uchun, sadoqating uchun rahmat deyishi bu zaiflik emas. Bu uni jismonan po'latday bo'lishiga qaramasdan qalbi yumshoq, yuragi uyg'oq, ruhi pokligini dalilidir. Mehr ne'mat, uni ulashish savob. Va unutmang, ayol shundayki, unga nimani bersangiz o'zingizga ziyodasi bilan qaytarib beradi. Yaxshiyam borsan, ikki og'iz gap, lekin qancha shifo bor bu jumlada. Ayolini qadrlagan, unga rahmat deya olgan erkakning qalbi yumshaydi. Birovlarning hayotini orzu qilmang.
Siz ularga berilgan taqdirni go'zal taraflarini ko'rgansiz xolos. Har tangani ikkinchi tarafi ham borligi kabi ularni og'riqlarini balkim siz ko'tara olmassiz. Shuning uchun o'zgalar bilan hayotingizni solishtirmang. Ishoning, siz hozir o'zingiz uchun eng afzal munosib o'rindasiz. Solishtirish bilan mashg'ul insonlar xotirjamlikdan, sakinatdan mahrum bo'ladilar. Boshqalar hayoti ularniki. Biz ko'proq o'zimiz bilan ovora bo'la qolaylik. Toma-toma ko'l bo'lur. Katta janjallar mayda yolg'onlardan boshlanadi. Agar oiladagi munosabatlarni buzmoqchi bo'lsangiz, mehr-muhabbatni yo'q qilmoqchi bo'lsangiz, barbod qilmoqchi bo'lsangiz, unda juftingizga yolg'on gapirishnimi yoki nimanidir yashirishnimi boshlang, niyatingizga yetasiz. Ishonchingiz komil bo'lsin. Yolg'on bor oilada, ishoning, baxt yera olishadi u yerdan. Ikki juftni bir-biriga ishonchi yo'q munosabatlarda samimiy muhabbat yashamaydi. Achchiq bo'lsa ham haqiqat.